Alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Nima qilaman, buda deyapman endi hozir. Zerikarli, hamma ketdi, zerikarli deb. Vot. Dubai mo'g'ul bilan borib ishga o'tib yo'q. Hatto masjidlari boriga yurib qozon chaqirib turib chiqasan, aylanib yurasan. 3 kun. Bugun 300 kilokaloriy basseynda yo'qotdim, ishladim. Dengizda yurdik yana 1,5 soatcha yoga qildim xonada. Yerda bir 600-700 kaloriya qo'ydim. Yurgandan tashqari. O'qib ber muxlislarimizni. Hop, assalomu alaykum opam. Hordiqlar yoqimli bo'lsin, sizga yarashadi. Konsertingiz juda go'zal bo'ldi. Sizga yarashadi bu bunaqa damlar. Kuch to'plab olib, o'zadan keyin inshaalloh. Kuch to'plab olib sezonga kiramiz. Germaniyadan salom, opa. Alaykum salom. Qachon? Здесь тепло. В этом году вообще тепло, да? Тепло. Я сегодня в море купалась. Тепло, хорошая погода. Вода чуть-чуть холодная, но когда спускаешься, уже нормально так. А так очень жарко было. Это что, да, было? Почернела. Оказывается, внутри тоже есть бассейн, я не знала. Оптода чувырганida Hindiston bo'lib bugun mana quyoshda cho'mildim. Sizga dam yoqibdi, opam. Dam hammaga yoqadi. Uxlayapmiz. Sizga Londondan salom. Alaykum salom. Voy, voringlarga shukr. Voy, Londondan salom. Opa, konsert YouTube'ga qachon chiqadi? To'lasi. YouTube'ga chiqmadimi? Chiqqan. Chiqqanmi? To'lasi. To'ladi nima? Butun variant. Ana tayyor Yo'q, men bo'lak-bo'lak deb hali butun chiqmadimi? Butun bilmadim, asragan bo'ladi. Kodlarni internetga ham o'chirib qo'ygan. Internetga o'chirib qo'ygan. Hech kim bilan bexabar o'tiribman mana yerda. Toshkentdan salom, opa, qachon qaytasiz Toshkent? O'zimizni Toshkentimizni. To'ylarni sog'indik. To'ylarni sog'inmaydi. Ne o'tiribsizlar, turinglar. Muxlislar ham shuni yozyapti. Muxlislar ham shuni yozyapti. To'ylarni sog'indik. To'ylarni sog'indik. Samarqanddan salom. Alaykum salom. Samarqand Kuchayeva. Samarqand готов, sizlar bilan diskoteka qilamiz. Tojikistondan yana salom. Alaykum assalom. Dushanbedan konsertingizni intizorlik bilan kutmoqdamiz. Inshaalloh. Amerika yana. Salom Amerikadan muxlislar. Tinch bo'linglar iloyim. Iloyim, я молюсь, чтобы у вас было все хорошо, спокойно. Чтобы вы не дергались, не нервничали. Так что приезжайте в Дубай. Приедешь и уезжать не хочется здесь. Ой, какая очень. Не хочу уезжать. Да? Да, вначале не хотела, ворчала. Boshida chegara kasabimizni qo'ydik, shularga berib o'tirdim. Bularni bular til bilmaganda bunday qiladi. Menga "Go. Nega dedi? What dedim? Don't make me like this dedim. Sabr Muhammad dedim, sabr dedim. Mana bu narsalar deyapti. What you want from me dedim. I am waiting for her dedim. What's the problem dedim. Вот что. Когда знаешь язык и можешь ответить, это всегда хороший жаваб. Лучше всего ответить сразу, чего ты хочешь от меня, в чем проблема. Любую проблему можно решать и без этого. Когда не знаешь языка, они начинают вот так вот делать. И нельзя позволять вот так вот делать. Я сразу пожаловалась. С туристами нельзя так, правильно? Istanbuldan salom. Alaykum salom. Istanbuldagi muxlislaringiz sizni juda yaxshi ko'rishadi. Mana juda yaxshi ko'raman. Tinchliklarim bormisizlar? Ya. Yevropaga qachon? Пока не собираюсь в Европу. Это той bo'lib qolib chaqirishmasa, пока не собираюсь.
Yevropa ham salqin ko'p hozir. Hali o aprel, may bo'ladi ularda yaxshi. Maylar ekin dam olib ketdilar maza qilib. Я уже скучаю по весне. Поэтому я приехала сюда, прилетела, отдыхаю. Весна красивая. И Ramazon juda tekis o'tyapti. Ibodatlarimiz mana shu kelib ro'zalar tutmoq qanday go'zal. Shunaqa go'zal bu yoqqa kelib ro'za удобно. И гуляешь, ходишь по Дубай Молл, вот вроде бы кажется только Дубай Молл, boradigan joy yo'q. И вот ходишь по Дубай Молл, и не скучно. Раз azon chaqiradi, kirasan namozini o'qib ketaversan yana. Ro'za tutish ham oson. Uxlamasan ham. Хотя я сплю, конечно. Где-то 11gacha, 11:30gacha uxlayapman. Bomdodda turyapmiz bemalol. Oldin turmasdim, turyapmiz. Mashalloh, gapirmayman. Вот. Sizlarchi tutyapsizlarmi ro'za? Yaxshi ketyaptimi? Xo'sh. Toshkentdan Dila sizni ashaddiy muxlis. Salom. Sochlar bo'yayapsanmi? Yulduz opa, konsert bomba bo'ldi. Ayniqsa olma dermisam, mazza qildim. Uni haligi ay borani bola. O'sha populyarni akvarga, populyar boshqatdan to'ldi aslida. Sizdan energiya olaman. Mana Sardonamas darmandan oldi berdi. Видите, когда хорошая энергетика, bemalol можно обмениваться. Когда плохая энергетика, yomon energetikалigi ming qilib yomonlaveradi, erini yomonlagan, qaynonasini yomonlagan. Uyda hazratni qilgan odamdan sekin shunda men chaqirib qolishni deb qochirish kerak. Problema bor joyga boshlayni tutmaylar. Bosh og'ir, asabi buzib qo'yarkan shu. Yaxshiga yursang, yaqin yursang omadi, yomonga yaqin yursang balosi yuqadi. Ilon yaxshilarga yondashaveraylik, ilohi. Sizni tushida ko'radigan muxlislar ham bor ekan. Mani juda ko'pchilik tushida ko'radi. Juda ko'pchilik tushida ko'radi. Sizni tushida ko'raman. Men avval jamoatga so'rayman, keyin o'zimga so'rayman. Beva bechora yetim yetirmasin, mazmunlar dodiga yetishgin deyman. Bu samalarni. Yoshlarni qarg'ishidan asragin deyman, uchratmagin shularni qarg'ishiga deyman. Go'daylar dodiga yetishgin deyman. So'rayman, mumkin o'shan uchun ham ishlarimizga kiramizda bir-birimizga. Qizingiz Nilufarga ham juda yaxshi tarbiya bergansiz. Ha, mashallah. Ana shuni aytyapman. Nimani xohlasa beraversang aynirkan bo'ladi. Как будто вот так и должно быть. Keyin gapim o'tmay qoladi. Harakat o'rgatish kerak bolalarni, baribir. Nima, men yaxshi ko'rdimmi? Sizlarchalik ham yaxshi. Bu paytda bolalarim juda ham ona qorishadi. Men aytaman-da, nahot ana qilmasak, nima deydi? Tarbiya много. Kecha Dubai Mallda ana qancha qoldim. Diğer Osmanov bilan. Takana spokойно тоже не испорченная. Deb odamgarchilik yo'qolmaganda o'zi tanib qolib, o'zi kelib so'rashganiga tan berib yubordim-da. Qancha o'tib tursa bo'ladi. Kelib so'rashib, odamgarchilik yo'qolmaslik kerak-da. Sen so'rashsang, Alloh sen bilan so'rashsin dedim-da. Bu qanaqa go'zal tarbiya-da. Yerda yurish kerak. Keling yana ana qilib keling, men ham tikib beraman narsalar. Hali sexni yurg'izyapti. Hali o'zi dizayner ishlarini qilyapti-da. Это же здорово. Aynasa shular aynasa bo'ladi. Mehnatdan qochilmaydi-da. Bular hammasini saddaligi, xalqchilligi, yerdan oyoq uzilmaganligi bor-da bu oilada. Men xursand bo'ldim. Bak bizda odamgarchilik yaxshi hali. Yo'qolmagan. Sizni niyatingiz pok, shuning uchun ishlaringiz rivoj topadi. Lekin ishlarni rivoj, niyatni to'g'ri qilish kerak. Kimnidir boplashni hisobiga olg'a yuraman deb o'ylamanglar. Kimnidir deb qo'ysang, hatto o'shalar haqida yomon o'ylab qo'ysang ham Alloh o'shanga yarasha beradi. Alloh aytayapti, qari o'zingni hasaddan nafsingni tarbiya qil deyapti. Nafs tarbiya qilish kerak. Shuning uchun я хочу. Yaxshi ko'rib olgan narsalarimni boramanda boshlanadi ekan. Mana bu Xudoy so'tdi. O'zing tutgandan keyin berib bo'lsa o'zing tutgin deb. Katta-katta narsalar bor-da, nega unaqa qilyapti. O'shaning uchun azlarimiz ko'ngilni keng qilish kerak. Berganda Alloh beraveradi.